O'zbekistonning barcha viloyatida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun kanalimizga obuna bo'lib, layk va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, O'zgidromet markazi 10 iyul kuni ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol shaxtan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi, harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi esa 37-42 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol shaxtan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda chang-to'zonlar kuzatilishi, harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi esa 37-42 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Shamol shaxtan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi, harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 35-40 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol shaxtan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi, harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi esa 38-40 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol shaxtan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi, harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi esa 35-40 daraja bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga keladi. Shamol shaxtan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 25-30 daraja bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting. Biz sizga eng saralarini taqdim etishda davom etamiz. Xayr, salomat bo'ling.